数学小分队。G'alati maxluq axlat dövüsü. Ma'qul Markes, biz chuqur qila olamiz. Bu qatim biz Yandık. Chaqiraq ekran doim govini qo'rqitib yetadi. Chiyqiraq ekran. O, Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika paydo bo'ldi. Bu axlat g'alati maxluq ekan. Yaxshimisizlar, g'alati maxluq matematika atirdidilar. Yaxshimisiz, axlat g'alati maxluq. Sizga bizning qanday yordamimiz kerak? Men sening yordamingga muhtoj, bakli muhtoj. Mena shunday uyqum kelgan edi. Biroq bu g'alati maxluq axlat duyusi bak egiz bo'lib ketdi. Men ustiga chiqamay qoldim. Axlat g'alati maxluqining uyida cho'ng bir axlat duyusi bor. U axlat duyusining ustida uxlashni bek yaxshi ko'radi. Men darbaqa yaxshi ko'raman. Lili, biroq men uxlashga amalsiz qoldim. sizning axlat duyungiz nimishqa uncha olacho? Bo'lma ba'zi vaqtlarda meni bu axlatlarni tashlab etishga ko'zim qiymaydi. Uning ustiga o'zim axlat g'alati maxluq bo'lgan ekan. Axlat menga xushalik yig'ishlaydi. Axlat g'alati maxluq axlatni bakli yaxshi ko'radi. Shunga bu axlatlarni do'lab, biroq men hozir kontrolligimni yo'qitib qo'ydim. Axlat duyusi bak egiz bo'lib ketdi. Ustiga faqat chiqamadim. Men doim u axlat duyusining ustida uxlaydim. Bek egiz bo'lib ketib chiqolmay qolibsiz-da. Axlatlar haqiqatan bek ko'pkan. Haqiqatan bak ko'p. Hozir men bak herib qoldim. Shunda uyqum kelib ketdi. Axlat g'alati maxluq, ansirmang. G'alati maxluq matematika atirti sizga yordam qiladi. Bak yaxshi bo'ldi. Sen turib ko'rishaylik. Xo'sh. Biz amal tepib axlat g'alati maxluqining axlat duyusiga chiqib uxlashiga yordam qilaylik. Men ishlaymanki biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimini paydo qila olamiz. To'g'ri, g'alati maxluq matematikasi har qanday masalalarni hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atirtiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy sepni so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, texmi cho'ng. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Texmi cho'ng. Hozir demaysan-ku, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andinligin. Ma'qul. G'alati maxluq matematika atirti. Biz axlat g'alati maxluqqa axlat o'zining ustiga chiqishga yordam qilaylik. Yaxshimisiz, axlat g'alati maxluq? Yaxshimisizlar, g'alati maxluq matematika atirti. Bu axlat o'zi bak cho'nkan. Rastli bak cho'ng. Biroq axlat o'zi bak cho'ng bo'lib ketgan ekan. Men hozir har qancha chiqma uni ustiga chiqamadim. Amari ko'd olammi? Voy, faqat chiqamadim. Voy. Biz amal qilib axlat g'alati maxluqining texmi egizga yamishga yordam qilaylik. Shunda qilsak u axlat o'zi ustiga chiqalaydi. Balki men sizni egiz ko'tara olishim mumkin. Markes, agar men sizning qo'lingizda tursam, siz bardosh beramasingiz mumkin. Men bak ig'irchimi? Bak ig'ir. Men albatta bardosh bera olaman. Axlat g'alati maxluq haqiqatan ig'ir ekan. Bu amal bo'lmaydi ekan. Biz tezroq axlat g'alati maxluqi chiqalaydigan, ham ko'tara oladigan boshqa narsalarni tepkilaylik. Amisa tosh g'alati maxluqi bo'lsa qandaqroq? Qo'l bekdut. Tosh g'alati maxluqi boshqalarning o'zini dasishni xohlamaydi. U yerda yog'och sandiq bor ekan. Yerda chidamli qiraq. Axlat g'alati maxluqi sandiqqa dasab chiqsa bo'ladi. Egizligimiz dal joyida. Axlat o'g'isiga sakrab chiqsa bo'ladi. Qarmaqi bu, balkim bu asqitib qolar. Sinab baqay, sinab baqay. Yo'q. U yanada chiqamidi. Biz endi qanday qilamiz? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Texmi cho'ng. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1 2 3 Texmi cho'ng. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. Daraxtda intayin ko'p g'alati maxluq mevasi bor, cho'ng ham yumaloq. Biroq mevalar bakliga yerda bo'lg'achqa yeyish bir masala bo'lib qoldi. G'alati maxluqning qo'rsiqqa ochdi, biroq u mevalarni yeyolmadi. Bundoq bo'lsa bo'lmaydi. U eng yaxshisi biror narsa tepib kelib daraxtga yamish kerak. Bir tal sanduq pakar bo'lib qoldi. Sanduqning soni birdan ko'p bo'lmasa bo'lmoqdek. Yana 2 tal
sanduq elib keldi. Endi bo'ldi. G'alati maxluq sanduqlarning ustiga chiqdi. Taza bir huzurlab yemekchi bo'ldi. Ablah, biroq uchidan g'alati maxluq uni tutib ketdi. Bu bek foydali uchur bo'ldi. Bizga kerak bo'lgan sanduqning soni birdan cho'ng bo'lish kerakligini bilib oldik. Birdan cho'ng bo'ldi deganlikning ma'nosi birdan ko'p bo'ldi deganlik. To'g'rimi Lili, ha? To'g'ri deding Govo. Biz hozir texmi ko'p sanduqlarni topaylik. Biz g'alati matematik tuxumidan foydalanaylik. Oy! Ha, bak yaxshi bo'ldi. Bak yaxshi bo'ldi. Govo. Kim chiroqni chiryapti? Oh, kechirgin birodar. Ishki dötler bo'ldi. Biz hozir texmi ko'p sanduqlarni topdik. Biz qarab baqaylik. Qalbi qaznaldikmi yo'q? Axlat g'alati maxluqqa chiqib sinab beqing chiqalamkansiz. Kechiring Lili. Boyaqa bir tal sanduqni qo'yib sakragan chaqdagi bilan silishtirganda hech qanday farqi yo'qligini his qilyapman. Men tushunmadim. Sanduqning soni ko'paydi. Biroq axlat g'alati maxluqqa egizga sakrayanmidi? Ya'ni sanduq ko'paygan taqdirdimi, biroq egizligiga yetarlik bo'lmadi. Sizlarchi, bu bizning sanduq tuzish usulimiz bilan munosabatlikmi? Menimcha sizning deganingiz to'g'ri. Agar biz bu sanduqlarni dastlab tuzsak, bu sanduqlar cho'qim egiz bo'ladi. Kelinglar, g'alati maxluq matematik atritidikilar. Biz cho'qim qila olamiz. Biz g'alati maxluq matematik tuxumidan foydalanaylik. Oy! Qarmoqqa bu sanduqlar yetarlik egiz bo'lgandek turdi. Ha, haqiqatan shunday. Sizlar bu dastlab tuzgan sanduqlar haqiqatan egizgan. Biroq bek egiz bo'lib ketdi. Faqat chiqarmadim. Ehtiyot qilinglar birodarlar. Biz sanduqning sonini oshirdik. Biroq axlat g'alati maxluqqa yanada axlat o'zga chiqqanmidi? Biz nimani xato qilgandimiz? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Texmi cho'ng. Ko'pchilik tayyorlig'inglar putdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1, 2, 3. Texmi cho'ng. G'alati maxluq matematik ko'rsatkich ekrani keldi. Bir dana so'g'i sakrash taxti egiz boshliqda issiqlik qalab turdi. Telefon kichik so'g'i sakrash taxti bekli egiz. Ustiga chiqmoqchi bo'lsa, oldi bilan cho'qim bir palampa yasash kerak. Birinchi palampayni haytadi, faqat bir ta sanduq qo'ysa bo'ladi. Andan ikkinchi palampayni yasashimiz kerak. Bir ta sanduq ko'p bo'lishi kerak. Ikkinchi sanduqni dastlab tizimiz. Ikkinchi palampay bitdi. Uchinchi palampayni yasaymiz. Yana bir sanduq ko'p bo'lishi kerak. Endi bo'ldi. 1, 2, 3. Uchinchi palampay dal egiz bo'ldi. O palampay bilan egizligi so'g'i sakrash taxtiga chiqib so'g'i sakradi. Xayr xo'sh. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani. Biz axlat g'alati maxluqiga palampay yasab, axlat o'zsiga chiqarishga yordam qilaylik. To'g'ri, palampay yasash uchun palampay simon holatda sanduqlarni tizib chiqsak bo'ladi. Har bir qavatga sanduqning soni cho'qim oldidagi tizilgan sanduqning sonidan ko'p bo'lishi kerak. Soni ko'p deganlik, bir sanduq ortiq deganlik. To'g'ri deding Govo. Shu birinchi qadamda biz bir tot sanduqqa ehtiyojlik. Birinchi sanduq, birinchi qadam. Bitdi. Hozir ikkinchi palampayda sanduqning yana birini qo'shamiz. Agar birinchi qavatda bir tal sanduq bo'lsa, undaqda ikkinchi qavatdagi sanduqning soni birinchi qavatnikidan birisi ko'p bo'lishi kerak. Bir sanduqqa yana bir sanduqni qo'shsak, qancha sanduq bo'ladi? To'g'ri javob berdingiz. 2 sanduq bo'ladi. Ikkinchi palampayga 2 sanduqni dastalab qo'ysak bo'ladi. Ha, buni men qilay. Undaqda 3-chi palampayning soni cho'qim 2-chi palampayning sonidan birisi ko'p bo'ladi. Men 3-chi palampayni yasay. Vah! Qaranglar, bu ikki birodarlarning qo'lidan ish keladi ekan. Ishlar hozirga qadar yaxshi bo'lib ketib bordi. Yaxshi bo'ldi. Men eng egiz yagich qalaydigan bo'ldim. Ojan, men chiqamadim. Bo'lmadi. Ojan. Nima ish qilib bo'lmaydi ekan? 3-chi palampaydagi sanduqlarning soni 2-chi qavatdagi sanduqlarning sonidan ko'p tursa. Makiz, bu palampaydagi sanduqning soni 2-chi palampaynikidan texmi ko'p. Biroq birsi ko'pmi? Sizlarchi, biz qarab baqaylik. 2-chi palampayda 2 sanduq bor. Undaqda 3-chi palampayning soni birsi ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 tal sanduqdan ko'p bo'lishi kerak. To'g'rimi Lili? To'g'ri deding Govo. 2dan birsi ko'p bo'lgani bo'lsa, to'g'ri javob berdingiz. 3. Men qancha sanduqni dastilgandiman. Biz birlikda sanab baqaylik. 1, 2, 3, 4. Masala bu yerdan chiqibdi. 3 sanduq bo'lsa bo'larkandoq. Biroq men 4 ni dastlab qo'yibdiman. Biz bir sanduqni ilib deylik.
Bo'ldi. Hozir 3 sandiq bor. Ha, bu qatam g'alaba qozonishimizni umid qilaman. Axlat qaliti maqsadi. Tis nafiqa. Barada govo. Men sana faqay. Vah, bu axlat dövisi bək çoğunken. Men endi axlatlarını qalayıp qal taşlamasıqa diqqat qısam boğudak. Biroq bu axlat dövisinin üstü bək rahatken. Ha, men mi bek herib ketdim. Men mi biraz uxlab olaymikin? Govo to'xtab tur. Uning usti bek. Dur, uning usti bek. Bek sesken. Yaxshi qildinglar. Qaliti maxluq matematika atirdigilar. Biz axlat qaliti maxluqining axlat dövisining ustiga chiqishga yordam berdik. Biz texnik cho'ng matematikada bilimni o'rgangandan keyin shu biz g'alaba qila oldik. Şoňa albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Hamsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimini g'alaba qozonishni istadik. Oy!